Katta va kichkinalarga birdek yoqadigan tvorojniy tayyorlaymiz. Sizdan bitta layk, mendan bo'lsa retsept. Birinchi bo'lib suyuq massani tayyorlaymiz. Smetana, ikkita tuxum sarig'i va razrihli tilisob suyuq massani tayyorlaymiz. Keyin 3,5 piyola un, 200 gramm margarinni urvoq qilib olamiz. Keyin suyuq massani qo'shib, yaxshilab xamir qoramiz. Xamirni 5-10 minut tindiramiz. Ungacha nachinkasini tayyorlaymiz. 1,5 kosa tvorog, 200 gramm shakar, ozgina limon kislotasi va 2 dona tuxum sarig'ini solib, qo'l blenderi bilan yaxshilab ezamiz. Keyin xamirimizni yoyib, chuqur idishga solamiz. Ichiga suyuq massamizni solamiz. Ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Qizib turgan duxovkamizga 180 gradusga 40 minutga qo'yamiz. Pishgandan keyin ustini sal sovutib, saxinli pudra qilamiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa va manfaatli bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman.